Bir söz var. U söz sizni Allohning roziligiga erishtirdi. Yana bir söz var. U söz sizni Allohning g'azabiga duchor qiladi. Tilning xatiri mana mushundaq eg'ir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. İnsan qilgan so'zga hech parvo qilmasdan Allohni rozi qiladigan bir so'zni qiladi. Alloh shu so'z sababli uning darajasini ko'tardi. İnsan qilgan so'ziga hech parvo qilmasdan Allohning g'azabini keltiradigan bir so'zni qiladi. Alloh shu so'z sababli uni jahannamga tashlaydi. Roza tilni poklaydigan Rabbani bir maktab. Roza insonni nachar axloqdan saqlaydi. Roza tilni gunoh ma'siyatlardan saqlab qilish bilan mukammal bo'ladi. Rozdor kishi g'ayvat, suxanchilik, yolg'onchilik, nachar so'z harakatlardan yiroq turishi kerak. Hatto boshqalarning haqoratlariga javob qaytarishdanmi saqlanishi kerak. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi. Ramazon qalqondir. Sizlardan bir kishi roza tutgan kunda nachar gap qilmasin, qalaymaqon va qirmasin. Agar birov uni tillasa yoki urushmoqchi bo'lsa, men rozador desin. Til xatoligi ro'zaning savobini yo'q qiladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Kimiki yolg'on so'z qilishni va uningga amal qilishni tashlamaydi ekan, Alloh uning yemak-ichmakni tashlab ro'za tutishiga muhtoj emas. Aqlli inson tilga o'lcham bekitib, yaxshi so'z bo'lsa so'zlaydi, bo'lmasa sukut qiladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Kimiki Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan, yaxshini desin va yoki sukut qilsin.